Qadim zamonda bir oyna soluvchi bo'lgan ekan. Bir kuni u o'z foydasini ko'zlab bir devonaga aytadi: agar borib odamlarning oynalarini sindirsang, menga yordam bergan bo'lardi. Keyin meni ishim yurishar edi deydi. Devona uning gapiga kirib, oyna soluvchining uyiga yugurib boradi va hamma oynalarini bir dona ham qoldirmay sindiradi. Kechqurun uyga kelgan soluvchi buni ko'rib g'azablanadi va devonani urisha boshlaydi. Nega mendan jahling chiqadi? Axir oynalarni sindir deb o'zing aytding-ku, deydi devona. Oyna soluvchi javob beradi: men senga boshqalarni uydagi oynalarni sindir, shunda mening ishim ko'payadi degandim, deydi. Devona esa: agar boshqalarning oynasini sindirsam, ular boshqa oyna soluvchini chaqirishlari mumkin edi. Senikini sindirsam, sen hech kimni chaqirmaysan va o'zingni ishing ko'payadi deb o'yladim, deb javob beradi. Bir kun kelib, bir oddiy inson hikmatli ustozning oldiga kelib so'raydi: men ham hayotda muvaffaqiyatga erishmoqchiman. Menga maslahat bering. Ustoz uni baland tog'ga olib chiqadi va deydi: e'tibor ber bolam, eng baland daraxt eng kuchli shamollarga dosh berish kerak. Agar sen ham katta muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsang, sinovlarga tayyor tur. Shu payt yo'lda ular bir kichik daraxtni ko'rishadi. U pastda hech qanday shamoldan himoyalangan holda o'sgan edi. U katta va baland emasdi. Ustoz qo'shib qo'ydi: agar oson yo'lni tanlasang, hamisha kichik bo'lib qolasan. Agar yuqoriga intilsang, mustahkam va buyuk bo'lasan. Yigit Suqrotdan muvaffaqiyatning siri nimada ekanligini so'rabdi. Suqrot unga ertasi kuni daryo bo'yiga kelishini, savoliga o'sha yerda javob berishini aytibdi. Ertasiga ertalab yigit daryo bo'yiga kelibdi. Suqrot undan daryoga tushishini so'rabdi. Birga daryoga tushibdilar. Suv bo'ylariga yetganda, kutilmaganda Suqrot yigitning boshini suvga bosibdi. Yigit suvdan chiqishga qanchalik urinmasin, Suqrot kuchli edi. Suqrot yigitni ko'karib ketgunicha suvda ushlab turibdi. Keyin suvdan chiqarib olibdi. Suqrot so'radi: boshingni suvda tutib turgan paytimda nimani xohlading? Yigit havoni deb javob beribdi. Shunda muvaffaqiyatning siri mana shunda. Qachonki sen muvaffaqiyatni suv tubida xohlaganchalik xohlasang, shunda unga erishasan. Bundan boshqa sir yo'q, deb javob bergan ekan Suqrot.